Assalomu alaykum aziz gulshodalar, shularni kuzatuvchilar. Mana bugun barbaris gulini ekyapman. Sizlarga qisqacha ma'lumot berib o'tib ketmoqchiman. Barbaris guli har xil sortlari bor. Bular buta shaklida bo'lib o'sadigan gul hisoblanadi. Har yili chiqaveradi. Bunga kesib tursalaring shakl berib, juda ham hali peshni bo'lib o'sadi. Bu Gollandiyadan kelgan. Xo'p, buni sorti nahbaqmi shunaqa sort ekan. Qizg'ish sorti bo'ladigan sorti. Hozir qolganlarini ham ko'rsataman. 4 xil sorti bor. Hozir mana bunaqa Aura sorti, Natasha sorti bor. Shunaqa sortlari bor. Hozir oralatib ekyapman. Salatli sorti ham bor. Hozir mana ekish jarayonini ko'rsatib o'tib ketmoqchiman. Buni barbaris quyoshli joyda yaxshi o'sadi. Sababi quyoshda ranglari to'liq chiroyli bo'lib yarqilashib chiqadi. Soyada o'ssa bargi unaqa chiroyli chiqmaydi. Bahordan уже erta bahorda uyg'onishni boshlaydi. Bular endi mana uyg'onishni boshladi. Barbarislar bular juda ham peshni chiroyli bo'lib o'sadi. Uyga rang berish maqsadida ekiladi. Kimlargadir o'sha landshaft uchun ekishi mumkin uyga. Juda ham chuqur qilib ekmaslik kerak barbarisda, sababi buni o'zi mana shu bo'yni, mana shu turgan holaticha ekish kerak. Mana ildizlari o'zi zo'r. Chuqur ekib yuborilsa ham bo'lmaydi. Xo'p, keyin barbarisda unaqa joy tanlamaydi, yer tanlamaydi, ekaverasizlar. Faqat quyoshli joyga eksalaring ranglari juda ham chiroyli bo'lib chiqadi. Bular Gollandiya barbarislari hozirda sotuvda bor. 150 mingdan hamma sorti, har xil 4 xil sorti bor. Menda mana hozir necha yerimiz chuqur. Men tagiga vermikulit tashlamoqchiman. O'z ko'pincha vermikulit tashlayman. Hop. Mana keyin gulimizni ekib, mana yer bilan bir xilroq bo'lishi kerak. Ko'miladi bu narsa. O'z qolganlarini ham ko'rsataman. Hop, mana hozir Natasha sorti, barbarisda Natasha sorti. Keyin naryoqda yana bir xil sorti bor. Hozir ekyapman. Keyin naryoqda salatli sorti bor. Kimga kerak bo'lsa hozirda sotuvda bor. Faqat o'sha quyoshli joyga ekilib, juda ham chiroyli buta hisoblanadi. Bo'yi o'sgan sari yana ham bular bargi katta bo'lib peshni bo'ladi. Faqat mana shunaqa tikoni bo'ladi. Zirk ham deyiladi bizda. Tikoni bo'ladi ozgina. Men o'sha uyga vid berish maqsadida, rang berish maqsadida ekyapman. Ma'lumotlarim foydali bo'ldi degan umiddaman. Kimga shunaqa chiroyli barbarislar kerak bo'lsa, Gollandiyaniki bemalol aloqaga chiqaveringlar. Mesni emas, Gollandiyaniki. Ildizlari hammasi baquvvat, zo'r holatda. Dastavka xizmatimiz bor. Manzil Farg'ona viloyati, Marg'ilon shahar. Telefon nomeri 91 666 89 82. Telegramdan yozsalaring bemalol zakaz qilsalaring bo'ladi.